Endi Mirzabek aka, Labbay. shu mana bir necha kunlar oldin ko'rishdik. Ancha vaqtdan beri mana ichyapsiz. Qanday rezultatlar? Baraka toping endi bilmasam edim. O'zi joyini topyapti shekilli, yuribmiz. Kuch-quvvatimiz yetyapti, yaxshi g'oyalar, fikrlar kelyapti, bekorga bo'lmasa kerakda. Endi aytaman, tabiblik ham ilohiy kasb. Shunday. Dilmurod akam bismillah, ya rahmanir rahim deb turib tayinlagan shekilli dorinada. Shunday. Shunga quvvat, kuch-quvvatlar yetyapti. Ilohim hammamiz bu dunyoda sog' salomat bo'lib yuraylik deymiz, lekin qanaqadir yordam kerak baribir. Shunday ha. Savobini qilishimiz kerak. Bu Xudo bergan tanani shuncha yil ishlatdik. Endi bir joylarini og'ritib qo'ydik, bir joylariga e'tibor qilmadik, parhez qilmadik. Og'rib qoldimi? Mana shunaqa ilohiy Xudoyim yuqtirgan tabiblarimizni giyohlaridan tayinlangan dorilarni ichib, tanamizga ish qilib yordam berib turishimiz kerak ekan. Xudo aql berib qo'yibdi, aqlni yurgizish kerak. Shuning uchun qanday yaxshi mana haligi bittasiga savol berishibdi-da. Nimaga debdi? Mana sizga ham shu savol. Nimaga debdi? Talqon yegandan keyin suv ichiladi debdi. Bilasizmi nimaga? Tiqilmaslik uchun, Shunday. ketish uchun, Qotib qolmaslik uchun. qotib qolmaslik uchun desa bittasi zo'r javob beribdi. Talqon yegandan keyin suv ichish sababi shundaki debdi. Degan tovush chiqqanda changib ketmaslik. Shuning uchun sog'lig'imiz yomon bo'lib ketmasdan oldin qarashimiz kerak. Iymonlik, e'tiqodlik, yaxshi Xudoni tanigan insonlarning gapiga kirib, shu giyohlardan, dorilardan iste'mol qilib sog'lig'imizni mustahkam qilishga, yordam berishga harakat qilishimiz kerak. Dard kirgandan keyin chiqib ketish qiyin bo'lar ekan, lekin uni chiroyli aldab, papalab yurish kerak ekan. Xudo xohlasa o'zi aslida mana shu torpedani ichayotgan bemorlarimizni 82 yoshga kirgan bemorimiz ham soch chiqyapti o'sha deb turib ko'rsatib, videolar tayyorlab berishdi. Oqargan sochlarni ham qoraytirayotgan ekan. Shunday. Ana buni xususiyati juda ham ko'p ekan. Shuning uchun ham chaqaloqlar aytsam bo'ladi deydi. Shunday, ha. Shuning uchun xususiyatlari ko'p. Juda chiroyli qilib Xudo bir ilhom berib o'ylab topilgan. Juda tanaga foydasi ko'p. O'zingizda sezilyaptimi o'sha Ben masalan? ko'rishsa gaplashib o'tiribman masalan. Ko'rishda o'zini kimligini bilmayman, o'tamir gaplashib o'tiribman. Kayfiyat beradi. Kellar sog' bo'ling jonim men. Yo'q. Endi shifo izlaganga yaxshi-da. Konsertda aytyapti. Konsertda ayting deyaptilar. Biz mana qarang, fevral oyida 2 kun konsert o'ynadik. Fevralda 9-10 kunlari. 2 kun konsert o'ynadikda, mana hali hech qancha vaqt o'tgani yo'q. Xudo xolasa 1-2 aprel kuni ham mana Turkiston san'at saroyida konsert o'ynaymiz. Shu kuch-quvvatimiz yetib turmasa, ilhom kelmasa qatdan. O'zingiz o'ylab ko'ring. Shuning uchun endi mana shunaqa aqlli ishlatsak, hamma shifo topayotgan chiroyli bir giyohlar bor ekan. Mana o'shalardan iste'mol qilsangiz sog'liqqa yordam beradi. Hadeb ximikat tiqib ukol qilavergandan ko'ra mana shu giyohlardan ichib, Xudodan shifo so'rab yurgan yaxshi. Shunday. Nazarimda shunaqa. Endi mana konsert oldi, mana shu bizni kapsulamizdan Xudo xolasa bir ikkitasini urib olsangiz. Ha, Yerdan beqa shunday choptiradi. chopqillar yuraman. Ha, maza qilasiz. Faqat to'xtaymanmi yo'qmi shuni ayting. To'xtaladimi? To'xtaysiz. To'xtayman. To'kka qo'yishingiz kerak. To'kka qo'yib razrat telefonni to'kka tiqib qo'yib zaratga qilasiz-ku. Shunaqa zaratga qilganda zarat berar ekan. Keyin telefonga zaratda turaversa ham jiringlar urib garak qoladi. Shunga ehtiyot bo'linglar. Ortiqcha jiringlab ketib qolmasin. Shunaqa. Umringiz uzoq bo'lsin. Yarim tunda ham jiringlatib qo'ysa-da qattan murvatini burayman. Umringiz uzoq bo'lsin. Aynan sizdan sog' bo'ling. Faqat bitta shartimiz, har hafta bir uchrashib rezultatini aytib turasiz. Bunimi? Buni ham. O ta'rif berganinglarga qaraganda shunaqa bo'ladigan bo'lsa bu. Bundan ko'rilgan manfaatlar hammaga aytib beravermaydi-ku. Buni faqat qiziqsiz, mayli. Yo'q.
Salomat bo'ling. Haligi qari odam uylanibdi-da endi. Ha. Kela alohida yotar ekan, qari chol odam alohida. Endi kirib birsida havorab ketaydirar ekanda, kelinda yaxshi yotibsizmi deb yosh xotin chol havorab ketaverar ekanda, oxiri kelin charchabdi shekilli-da endi. Hadeb havor olaversam yoqmaydi-da. Aytdim, bugunning o'zida 5 marta kirdingiz havor olib, bo'ldi qiling, kechirasiz. Skleroz, dori quvvat berar ekan-u, sklerozning esimda yo'q ekan deb chiqib ketibdi. Endi quvvat bersa, skleroz bo'lsangiz ham rozisiz, to'g'rimi? Quvvat bersa. La havla va la quvvata illa billahil azim. Bu giyohlarni tayyorlaganlar ham Bismillahirrohmanirrohim deb duo qilishgan. Shuning uchun ham ishonganga, ixlos qilganga xalos, ixlosdan xalos. Sobili hazil huzul qilib gapiryapman, yana boshqa kuch-quvvat berar ekan deb iste'mol qilavermanglar. To'g'risida keyin qaqqa urib ketsangiz ham jiringlab turaversa, bo'lmay qoladi. Shuning uchun miyorida. Yo'q. Nimadan tayyorlanganligini ayting-da. Halaqa tayyorlanganini ayting deyaptilar. Yo'q, u narsalar aytishlar emas bular. Buni qanaqa tayyorlanganini aytsak, uka. Yolg'iz kuchliga tushadi, qimmatdan sotadi. O'zingiznikidan boshqa hech kim soati jiringlamaydigan bo'lib qoladi. Chunki odam bolasi man deydi. Shunday. O'sha mandan qochib turib, rosa Dilmurod aka o'zi to'ygan, manmanlardan, sotqinlardan, lekin man bo'ladigan shogirdlardan. Shuning uchun hammasi aytib bo'lmaydi. Mana qarang, bismillah deb ichavering. Bo'ldi. Menga birov pul beryapgani yo'q, men buni tashviqot qilgin deyapgani yo'q. Foydasi bo'lgani uchun sizga ham foyda bo'lsin dedik, xolos. Gap yo'q, rahmat. Yashang. Umringiz uzoq bo'lsin. Konsertga o'tamiz lekin. 1-2 aprel kelinglar bosh ustiga. Kulgi kechasi emas, kulgi kuni emas, kulgi kuniga haligi bag'ishlangan konsert, klass konsert 2. Birinchisini o'ynab bo'ldik. Mana bundan keyin o'ynadik. Mana bundan keyin 1-2 aprel o'ynaymiz. Oxirgi ish qilib o'zimiznikini o'zimiz o'ynab o'tiramiz. O'ynab degani shu. Sog' bo'linglar, hammaga shifo tilaymiz. Endi hazillashyapmiz-da, ro'za kuni og'iz ochgandan keyin odam mana shunaqa bir hazillashib gaplashgisi keladi. Mirzabek aka, buni nomini yana takrorlab aytishimiz kerak. Bu nomini o'zgaryapti. O'zi tarbiya deydi, keyin tarnada bo'ldi. Biotarnada. Ana biotarnada. Shu uchun azizlar, ertaga filiallarimizga borib, tarbiyadan nomi o'zgarsa ajablanib qolmanglar. Tushuntirib berishadi, dorini ham olayotganda mana shunaqa. Sababi dunyoda mana shunaqa atama bo'lsa, mualliflik haq-huquqiga ruxsat bermas ekan. Shunday. Bu nom bordir ekan. Shuning uchun shunga bir chiroyli nom. Qaytanga keling. Mana tomoshabinlarimizga, do'stlarimizga shifodan umidvor bo'lganlarga nima nom bersak bo'ladi? Bir shunaqa bir narsa qilaylik mana. Qani o'zlari aytsin. Nima nom, chiroyli nom. Kommentariyada yozinglar. Kommentariyada yozinglar, nima nom bersin. Xalq o'zi nom bersin. Faqat haligi soat jiringlaydi degan gaplarni ishlatvormanglar. Soatdan to'xtamay ishlayversa, kerak bo'lib qolmaydi. Sog' bo'ling. Ana bo'ladi deydi. Siz yurakdagi gaplar.